Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Ayni daqiqalarda mana Nukus shahrida mo'jizaviy mahsulotlarimizni yana bir ajoyib natijasi. Mahsulotlarni ichmasdan burun qanday holatda edingiz? Mahsulotlarni ichmasdan oldin men qattiq charchab qoladigan edim, nervni edim. Biroq so'lay olmay turgan edim. Hozir adevr o'zgardim, Xudoga shukr. Qaysi mahsulotlarni ichdingiz? Superman Kids'ni ichdim, Ketakovni ichdim, Textarik, Kasha, kollagenni ichganman. Mana shulardan nima qildim? Necha oy davomida shunaqa zo'r natijaga erishdingiz? O'zi bir 2 oy bo'ldi mana. 2 oy, ha? Xo'p, mana shu mahsulotlarni yaqinlaringizga ham tavsiya qilasizmi? Butun Qoraqalpog'iston Respublikasiga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Hammaga aytib yuribman bu natijalarimni. Bozorda ham aytaveraman, ziyofatlarda ham aytaveraman, gapda ham aytaveraman, hamma yerda aytaveraman. Qayerga borsam men o'sha mahsulotlarni aytib yuraman. Mana hurmatli aziz Qoraqalpog'istonlik yurtdoshlarimiz, aynan agar bu natijalarga sizda ishonchsizlik bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarini yozib qoldiramiz. Mana shu Zumrad xonimga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zidan ham yana batafsil to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.